bo'ylarini o'lchash uchun olib kelsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, qo'y suvchilar jamoat. Toshkent Vystavka 2026 4 ishlar 3 ishlar 1 metr 2 santimetr. 6 ekan. Juda ham yaxshi va og'irligini ham o'lchab olamiz. Grozny. Juda ham qaysar ekan lekin. Qani? Opa. 170 to'r bilan beshorasida o'ynayapti. 174. Gulroz qasiylan chalib qo'yamiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va Mangus agar tayyor bo'lsa taklif qilamiz, bo'lmasa Sulton laqabli, Sulton Junior laqabli qo'shqonimiz ham bor ekan. Uni ham tayyorgarlikka chorlaymiz. Qorimizni bo'ylarini o'lchab olamiz. Sulton. Demak, marhamat. Xo'p, Qo'chqorli liniyasi Titanic. Bo'yi 99. Ahil jamoatini Qo'chqor akalar. Demak, bo'ylarni aniqlab olamiz. Aniqlab oldik. Endi veslarni aniqlab olamiz. Xo'p, 174. Gulroz qasiylar chalib qo'yamiz. 174. Demak, taroziga olib chiqamiz va opa. Egalari chiqqanlariga ko'zlarim chiqib ketdi, boshqa son chiqdi. 150. Juda ham yaxshi, qasiylar chalib qo'yamiz. 150. Yaypana. Juda ham yaxshi. Demak, hakamlar hay'atiga ham ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi va shu bilan birgalikda 6 tish kategoriyasi orqali, yo'nalishi orqali ishtirok etayotgan ishtirokchilar hushyorlikni qo'lga olasiz. Va jiraf juda ham yaxshi. Va bitta-bittadan olib chiqaylik. Aytganimizda olib chiqmadinglar, endi birgalikda chiqyapsizlar. Jirafni birinchi ko'ramiz. Akalar sizlardan iltimos, mana shu ozgina ochib qo'yinglar. Hozir qo'y bosib ketadi men bolalarni ham. Bolalar, men bolalarni olinglar, qo'y bosib ketadi hozir. Ochib qo'yinglar, qo'y chiqa olmayapti, akalar. 1.3 juda ham yaxshi, bo'yi 1.3 va iltimos qilib qolamiz tashrif buyurganlar avtoturargohga ozgina hushyorlar bo'lasizlar. 1.33 juda ham yaxshi, 133 yaxshi. Xo'p, bundan keyin aziz ishtirok etayotganlar 8 tish yo'nalishi bo'yicha kelganlar, tayyorgarlik ko'rib turasizlar. Iltimos, vaqtdan yutaylik. Demak, bo'yi 1 metr, juda ham yaxshi. Fox. Demak, 176, juda ham yaxshi. Va undan so'ng 6 tish yo'nalishi bo'yicha Takaram. 6 tish yo'nalishi bo'yicha Takaram. 6 tish yo'nalishi bo'yicha demak, davom etamiz. Nazarimda Takaramni bo'yini o'lchayapmiz,
99. Juda ham yaxshi. Xo'p. Va og'irligini o'lchaymiz. 150. Juda ham yaxshi. Demak, hozir fransuz 2. Marhamat. Fransuz 2 ni bemalol Okalar keyingisiga buldozer 3 tayyorlab turinglar iltimos. Hop, bundan keyin buldozer 3 tashib yurar ekan. Erkatoy qo'chqorimizning liniyasi fransuz ekan. 1 metr chiqdi bo'yi. Tarozini ham ko'rsatamiz. Demak, 1 metr bo'y bilan taroziga chiqaramiz. 151. Juda ham yaxshi. 151 kilogramm. Va davom etamiz. Bu 6 tish yo'nalishi bo'yicha Baykal. Va eslatib o'tamiz, iltimos vaqtdan yetishimiz uchun keyingisi 8 tish yo'nalishi bo'yicha tayyorgarlik ko'rib turinglar, kim kelgan bo'lsa. Bu bayarri bolasi ekan, okalar. Kastiyak vashi moshina ekan qo'chqorim. cm bo'yi. Juda ham yaxshi va taroziga olib chiqamiz. Va bu qo'chqorimizdan keyin buldozer 3 ham taklif qilamiz. Xo'p, 155 kilogramm. Baykal. Buldozer 3 tayyormi? Hoppa. Hakamlar hay'atiga ko'rsatib qo'yasizlar. Va buldozer 3 tashib yurmoqda. Nimagadir qarsiylaringlar yana to'xtab qoldi. Balandroq chalib turamiz ora-orada. Buldozer 3. Birinchi bo'yini o'lchab olamiz. Keyin bo'lsa taroziga chiqaramiz. Sherigi yonida bo'lmasa, sahnaga chiqmas ekan. Juda ham yaxshi. Yaxshi tashabbus. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. To'polon qilma, sheriging shu yoqda. Yoningda turibdi. 1 metr 2 santimetr. Juda ham yaxshi. 1 metr 2 santimetr. Bundan keyin iltimos qilib qolamiz, 8 tish yo'nalishi bo'yicha tashib yurganlar tayyorgarlik ko'rib turasizlar. Hoppa. 192 kilogramm. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ana chempion. Juda ham yaxshi. Iloji bo'lsa, hakamlar hay'atiga ko'rsatib o'tinglar. Ketib qolish bo'lmasin. Hop, 6 tish kategoriyasida Fox laqabli qo'chqorimiz qolib ketibdilar. Tayyormi? Fox tayyora? Boya chaqirdik biz. Bir 500 marta gapirdik. Tayyorgarlik ko'rib turinglar, iloji boricha. Laqabli chempion bu. Juda ham yaxshi. Chempionni bo'ylarini o'lchab olamiz, keyin og'irliklarini o'lchaymiz.